Qo'yib patinini olaman. Nimaga pochcheni patini yulasan, Kattalashga aralashmay chiqib tur o'zim hal qilaman. Pastda nima qilyapsiz, o'g'lim? Turing. Jon o'g'lim, nima bo'ldi o'zi? Dada, qo'ying, ajrashaman. Ajrashga kun qolmasin. Bir oz gap bilan bor, hayotingiz barbod bo'lib ketadi. Tushuntirib gapiring, qizimni ko'ndiraman. Xullas, bir tuzi yashab kelyapti deb. Kirlarni yuvardim, ovqatlarni vaqtida qilardim, iftorlikka ham hech ovqat kechikmadi. Ishdan kelishlarga tayyor qildim. Bir marta o'sha tanatni ochaman deb gazlanib qolgan ekan, ochuvdim, olib bergan gilomimizga to'kilib ketdi. Dadam olib bergan gilom deb janjal qilib qolsa bo'ladimi? Rosa urdi. Ko'kargani endi ketdi. Men sizdan 1,5 oyda keldingiz, xabar olgan. To'g'risini aytsam, siz ketib ancha xonadonimiz huvillab qoldi. Bu muammoingiz bor-ku, qizim ishdan keyincha hal qilib qo'yamiz. Yuring-da. Mana shu 4 gilom sizga bemalol olib ketaverasiz. Men 4 ta gilomni nima qilaman? Sizni ham qiynab qo'ymay, qimmat bo'lib ketadi. Yaxshi ko'raman-da, shu tamat ishlataverasiz. Bitta gilomni puliga oldim. 1,620,000 shu to'rovi. Endi bolam tamat to'kib yuborganingizda keling, yangi olib ketaverasiz. Boshqalarga ham bilininglar, tushuntirib qo'yingchilar. Adres aytib yuboraymi? Bo'ling. Adresimiz Marg'ilon Nadirmatda turibmiz. Diller gilam bazasi bo'ladi. Bu joyda gilamdan set qilib qo'yishdi. 4 ta gilam atiga 1,620,000 so'm. Kelib olib ketaverasizlar. Operatorimiz yig'ilib tushadi dedi. Mana Diller gilam baza. Bu tomonimiz Kirginovdan tushganda chap qo'lga Nadirmat yo'lga kirasizlar. O'g'ilga Diller gilam baza ko'rinib turadi o'zi. Rahmat sizga. Tanijoningiz sog' bo'lsin. Umringiz uzoq, rizqingiz ulug' bo'lsin.